40-misolda so'rayotgan ekan. B'ni birligini bergan ekan, A'sini 6/2, S'ni so'rayotgan ekan. Xo'sh, bu yerda to'g'ri burchak uchuvchi bo'lgani uchun mayda topib olamiz birinchi. Bu yerda 6/2 kvadratiga yo'q. Bu yerda bu 1 bilan x ko'paytmasi x bo'ladi. Ya'ni bularni bu ikkalasini ko'paytirib xdan chiqarsa, mana shu A'ni beradi. Endi bitta Pifagor teoremasini o'qib bo'lsak, x kvadrat plusdan x teng 72 ga. Endi bitta tenglab olamiz. x kvadrat plusdan x minusdan 72 bo'ladi. Minusdan 72 teng 0. Endi bu x minusdan 9, x minusdan 8, x minusdan 9 bo'ladi. Teng 0. Bitta plusdan 9 bo'ladi. X teng bo'lmaydi -9 ga. Buni tashlab yuboramiz. X teng 8 bo'ladi. X qiymati 8 ga teng. Keyingi misolda A'sini 6, S'ni 4, B'ni so'rayapti. A'si 6, S'ni 4, B'ni so'rayapti. Bu yerda ham endi x bilan 4 ni ko'paytirib ildizdan chiqaradigan bo'lsak, bu yerda 2 ildiz osti x tomonni kvadratga oshirib yuboramiz. Mana bu boshqa qismda 4x plusdan 16 teng bo'ladi 36 ga. 36 ga. Endi 4x teng bo'ladi 16 ni baqobat bo'lsak 20 ga. X qiymati teng bo'ladi 5 ga. Keyingi misolda A'ni 8, B'ni 4, S'ni so'rayapti. Bu ham shunaqa. Ko'paytirib ildizdan chiqaradigan bo'lsak, 2 ildiz osti x. Endi Pifagor teoremasini qo'llaydigan bo'lsak, 4x plusdan 16 teng bo'ladi 64 ga. x teng bo'ladi 8, 48 ga. X teng bo'ladi 12 ga. Xo'sh, bu misolda B'sini qiymatini so'ragan bo'lsa, A'ni qiymatini so'rayapti ekan. B'sini topish oson, bu ham Pifagor sonlardan bittasi 3, 4, B'si 5 bo'ladi. Ga teng bo'ladi. Xo'sh, bitta A, bitta B deb oladigan bo'lsak, bitta aytamiz A plusdan B yig'indisi 5 ga teng deb. Yig'indisi 5 ga teng. Endi mayda ildiz A desak, endi shu ildiz A'ga A kvadrat plusdan AB teng bo'ladi 9 ga.
bitta b kvadrat plyusdan ab teng bo'ladi 16 ga. Sistema qo'yadigan bo'lsak, ikkalasini ayirib olamiz. Bunga qo'shib olish kerak ekan. Birinchi ayirib olamiz. Ayirib oladigan bo'lsak, a ning kvadrati minusdan b ning kvadrati tepadan pasayadigan bo'lsa minus 7 qolar ekanda. Minus 7 bo'lsa a minus b a plus b ga ajratamiz buni. Minus 7 endi bitta a plus b ni 5 deb olganmiz. A plus b 5 bo'lgani uchun a minusdan b ni qiymati teng bo'ladi bitta minus 7 taqsim 5 ga. Endi bitta a minus b minus 7 taqsim 5 bo'lsa, a plus b 5 bo'lsa, ikkalasini sistema qo'shib yuboramiz bularni. Qo'shib yuboradigan bo'lsak 2a teng bo'ladi. Xo'sh, bularni qo'shadigan bo'lsak 25 dan 7 ni ayiradigan bo'lsak 18 taqsim 5. Taqsim 5. Endi ikkini tomonga bo'tadigan bo'lsak a teng 9 taqsim 5. Taqsim 5 ga. Endi bu yerda b ni topadigan bo'lsak, a ni o'rniga 9 taqsim 5 ni qo'yib olamiz. Baqa o'tadigan bo'lsak 16 taqsim 5 ga teng bo'lar ekan. 16 taqsim 5. Ko'paytirib yuzdan chiqarib qo'yadigan bo'lsak 9 taqsim 5 ko'paygan 16 taqsim 5. Yuzdan chiqadigan bo'lsa, bu yerda 1 taqsim 5 chiqishi aniq. Ko'paygan 3 ko'paygan 4 bo'ladi. Bu yerda qiymat 12 taqsim 5 ga to'g'ri keladi. Bu yerda a dan so'ragan bo'lsa, a dan qiymati 12 taqsim 5 ekan. A da 12 taqsim 5 ga.